Qalaysan Xonzoda? Rahmat, yaxshi o'zingchi? Rahmat, men ham yaxshiman. Maktabdan keldim. Endi 12 soatli ishimga boraman. Esimda bo'lsa, po'rchilikka kirgandik. Keyin kechqurun oyimga yordam bergani boraman. Sanchi, sanda nima gap? Hali ham Rossiyada emasmisan ish qilib? Yo'q, Rossiyada emasmiz. Onajonim seni jo'natib yubordilar. Bor Toshkentga ketgin, o'sha yerda buvijoning yonida yurgin, o'qigin deb jo'natib yuborganlar. O'shaning uchun biz Toshkentdamiz. Juda ham xursandman. Yuzim nima bo'ldi? To'g'risini aytsam, menmi yuzimdagi husnbuzarlar to'g'risida har safar oynaga kirganimda yuzim bunday shilib tashlagim keladi. Qutuldikmi shu ugridan? Da ko'rayotganlardik, qutuldik. Xonzoda 5 yil ugridan qutulding. Men uchun hozir bu yuzdan ideal yuz yo'q, chunki 5 yil ugri bilan yurishni men bilaman nimaligini. O'shaning uchun xavotir olmagin. Xudo xolasa bu ugrilardan sen bilan qutulamiz. Sizdan siqlamasam ham bo'ladi, xudoga shukr. Asosiysi aytgan, ota-onam hammasi sog'omonmi? Hamma tirik, kimdan ayrilib qolmadi. Alhamdulillah, ota-onamiz hammasi sog' ekan va eng asosiysi sen katta orzuyingni amalga oshirding. Esingdami? Sen orzu qilarding katta chiroyli uylarda yashash, chunki Rossiyada jinja, xunuk, kichkina, remontsiz uylarda yashardik. Ekonomiya bo'lsin deb. Lekin sen ularga o'zingni arzuyingdek katta chiroyli uy sovg'a qilding, hovli sovg'a qilding. Tasavvur qilasanmi? Seryozno? Juda xursandman bu narsani eshitib. To'g'risini aytsam, bu juda ham xunuk kvartiradan Rossiyada charchagandim. Men gaplaringga ishonman, lekin Allohim duolarimni eshitibdi, chunki hozir ayni vaqtda eng ko'p so'rayotgan narsam chiroyli katta uy. Rahmat, juda xursand qildingiz. Eshitib, men orzu qilishdan to'xtamayman ekan. To'xtama orzu qilishdan va eng zo'ri o'sha uyda devorida seni ikkita farzanding yugurib yuribdi. Xursand bo'lib. Farzandlar, men o'sha ona bo'ldimmi? Da, ona bo'lding. Va eng zo'ri bitta qiz, bitta o'g'il, ya'ni planni bajarib qo'yding o'sha Xonzoda. Xursandman. Da. Kim bo'ldik? Po'r bo'lib ishlayapman, polar ishlarga, uy borkalarga yordam beraman. Ish qilib kimdir bo'ldingmi Xonzoda? Esimda polar ishlardan, dishu ishlardan, soatlar keshlardan hammasini charchagansan. Xonzoda, sen orzu qilgan ishingni ishlayapsan. Esingdan bloger bo'lmoqchi eding. Ota-onang вообще senga ruxsat bermasdi bloger bo'lishdi. Hamma atrofda sen gapirardi, bloger bo'lmasin, o'zini reklama qilmasin, yig'ishtirsin deb har taraflama senga bosim bo'lardi. Lekin Xonzoda, eng to'g'ri qaroring shu bo'lgan. Shu orqali hamma orzularingga erishib olsan va ota-onangga hamma narsa qilib bera olsan shu orqali. 90 ming obunachiga ega bo'lib yuribsan Xonzoda. Seryozno? Men bu orzu qilgandim. Biznesim bormi? Qanaqa biznes? Da, biznesimiz bor. O'zing tuqqandan keyin kartelda taqib, qorlaringni ozdirib kirgizib olganding va shu sababli ko'p qizlarga ham shu narsani ilinib sochishni boshlagansan va juda ham ko'p qizlarni duosini olib yuribsan. Просто bitta narsani aytgan, shu tarzda davom etaveraymi? Menda o'xshaydimi hammasi? Albatta, senda o'xshaydi. Hech qachon taslim bo'lmagin, hech kim gapini eshitmagin, ota-onang ham nimadir qarshilik qilsa, iltimos ularni ham eshitmagin va orzu, duo qilishdan to'xtamagin. Asosiysi harakatdan to'xtamagin. Senda hammasi o'xshaydi va nima orzu qilgan bo'lsang, hammasi shu 10 yil ichida amalga oshadi. Ko'rayotganingdek, hozir hamma orzularingni amalga oshirib, men maza qilib o'tiraman. Taslim bo'lmagin, seni yaxshi ko'raman. Rahmat.